Birlik fermer obunachilari mana bizning qushxonamiz. Hozirda kichkinaligi uchun video qilmay ekandim. Xudo xolasa qushxonamiz kattalashtiryapti. Mana bu yerga Xudo xolasa katta qilib quryapmiz. Bitib qolsa Xudo xolasa video qilib boramiz. Bitib qolsa shu yerga ko'chiramiz qushlarimizni. Kimga qanday fikrlari bo'lsa yozib qoldiringlar. Ko'pchilikning fikri bizga qiziq. Qanday qilish kerak, ichini qanday suvoq qilsa bo'ladi. Somoshoq, rodban. Bu qushxonamiz ham shularga brokda bo'lgan, mana bu yerlar rodban tortilgan. Keyin akalar qushlarda bizda shunday narsa bo'lyapti. Mana ular chiqqaniga bir 2 oy bo'lib qoldi. Hali ajratganmiz, endi ajratamiz. Ustida pati yo'q chiqyapti shular. Kim biladi shuni? Ma'lumotlar berarkan, bularda zotida shundaymi yoki nimadir kamligidanmi, vitamin kamligidanmi? Hozir yana ko'kka tomosha bilan baravar chiqqan, uyga kirib olishgan. Lekin ularni tindiq. Ko'rinyapti degan umiddaman. Ularni hammasi to'liq pati chiqqan. Tindiq. Lekin nimagadir mana shu 4 tasi bir xil patlari yo'q. Nima sabab bo'lishi mumkin? Bizda mana bu yerda maskanlarimiz ham bor. O'zi chiqishim bo'yicha xohlasa ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu yerda papugaylarimiz bor. Tayyor. Mana bunisi ochgan. Bolalari bor sizda. Obunachilarimizga yaxshi taklif bor. Agar shu 1 oy ichida obunachilarimiz 5000 ta bo'lsa, mana shu yerdan bir juft tayyor papugayni badarga qilamiz obunachilarimizga. 1 oy ichida 5000 ta bo'lsa. Qani bosamiz obunachilar, tarqatamiz do'stlarga. Kamet yozib qoldiringlar mana shu 4 ta neyron tushgan zot shundaymi yoki vitamin kamligidanmi? Chiqyapti, sekin chiqyapti past. Yozib qoldiringlar iltimos.